Miyaqligi, komforti jihatdan hozir nomer 1 bo'lib turgan mashinalardan BYD Son Plus 605 lik elektromobilni obzor qilib beramiz yurtdoshlar. Mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan bo'lib, hali 25.000 kilometr yurib turibdi. Saloni Sport, Eco, normal rejimlari bor o'zini. Chiroyli videoga ega bo'lgan mashinalardan. Yana 25.000 kilometr yurib turibdi. Top-toza. Yonkuslar ham 150. Qora svet. Родной kraska, top-toza mashin. Miyaqchiligini ko'rdingizlar o'zlaringiz. Umuman gap bo'lishi mumkin emas mashina. Hamma yeri chop turibdi. Mana. Vid jihatdan, obyomi jihatdan katta mashin. 320 million so'm tan narxi. Garantiyalari bilan, hammasi bilan beramiz. 24. Galbeydek ko'rib olaverasizlar, zo'r mashin. Hammaga nasib etsin. Bundan ham zo'rlarni minish. Bir like'larni bosib ko'rib boraverasizlar. Barter, kredit, naqd pul variantlarimiz bor. Gelib olaverasizlar.